Assalomu alaykum. Qaytmas bola kanalining obunachilar, sog' salomatmisiz? Tinchmisizlar? Musofirda yurgan birodarlarim, boshlari zamonmi? Obunachilar, qaytmas bola mana, xudo xolasa. Mol boqish taraddudidaman. Oshnam bu. Xullas molxona qildik. Bu yoqda 12 ta ho'kiz ketadi. Bu yoqda 12 ta. Nasib bo'lsa niyat qilyapmiz, ho'kiz boqamiz deb, xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, eng asl o'rnini ko'rsatay. Yavani ham taxlayman deb harakatdaman. Anchadan beri video qilmaganman. Obunachilar, xato va kamchiliklari uchun uzr so'raymiz. Bu dakang. Bu balo bu menga bu. Xullas obunachilar, mana shunaqa narsalar yasayapman, TikToklarga qo'yib boryapman. Tappa aparat nima edi buni? Tappa aparat 5 deydi-ku. Mana. Obunachilar, briket aparat yasadim. O'zbekistonda 20 bo'ldi. Tappa aparati 5 deydi. Xullas mana shunaqa ishlar qilyapmiz. Obunachilar qo'ya olmadim. Hammalaringizdan uzr so'rayman. YouTube kanalimni qaytadan yurg'izish uchun siz bilan kelishib olaylik obunachilar. Bitta like, bitta podpiska. Bizni musofirdan ko'radigan birodarlar, sizlardan boshqa bizni podpiska qiladigan odamning o'zi yo'q. Shuning uchun obunachilarim, birodarlarim, YouTube'imni qaytadan tiklash uchun, qayta tug'ilish qilish uchun sizni ko'magingiz kerak bo'ladi. Nasıl bo'lsa 70-75 iyu deydi oshnim. Saturn bilan jang qilmoqchi bo'lyapsan buni yot. O'ldirib qo'yasan Saturnni. Obunachilar, shunaqa gaplar. Ancha kutilgan sizga yoqadigan video roliklarni chiqarish uchun biz harakatdamiz. Bugundan, ertadan emas. Bugun sana 2026-yilning 11-yanvar sanasi, to'g'rimi? Nasib bo'lsa obunachilar, kundan kunga sizga yaxshiroq yoqadigan video rolik qilish uchun mana shu kundan boshladim. Sog' bo'lasizlar, sog' salomat bo'lasizlar. Obunachilarim, siz biz uchun, biz siz uchun harakatdamiz. Mana texnologiya, hamma sharoit bor, xudo xolasa. YouTube'dan ishlab qani necha oy yoki necha yilda biz mana shu molxonani to'ldiramiz. 24 ta ho'kiz ketish kerak. Obunachilar, nima deysiz? Shuni harakatida bo'lib bilamizmi? Like'ni bosamiz, qo'llab-quvvatlaymiz obunachilar. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'lasizlar, sog' salomat bo'lasizlar.